Hammaga assalomu alaykum. Bugun men sizlarga Xitoyda qanday qilib 1688 veb-saytidan tovarlarni zakaz qilishni o'rgataman. Birinchisi 1688.com ga kiramiz. Kirganimizdan keyin registratsiyadan o'tamiz. Registratsiyadan qanday qilib o'tishini oldin Telegramda gruppamizda fanni yuborganman, yana bir marta yuboraman. Uspешно registratsiyadan o'tgandan keyin sizlarga kerak bo'lgan tovarlarni topishimiz kerak. Qanday qilib topamiz? Ikkita variant bor. Birinchisi bu poisk bo'yicha. Sayt o'zi original tili bu Xitoy tili. Shuning uchun eng yaxshisi Xitoy tilida sizlarga kerak bo'lgan so'zni topish. Agar Xitoy tilini bilmasanglar, shu переводчикni ishlatib undan foydalaninglar. Kerak bo'lgan so'zni Xitoy tilida yozinglar. Va ikkinchi variant, agar tovar nomini yo'q, xuddi sizlarga kerak bo'lgan shu rasmdagi tovar kerak bo'lsa, prosta mana shu rasm bo'yicha tovarni qidiringlar. Lekin eng yaxshisi, agar biznes qilsanglar, agar katta miqdor tovarni olib kelsanglar, yaxshi narxda olib kelmoqchi bo'lsanglar, poiskdan foydalaninglar. Kalt so'zdan foydalaninglar. Nimaga? Hozir ko'rsataman. Masalan, biz portfel, ryukzakni topamiz. Ryukzak Xitoy tilida shubao bo'ladi. Shubao. O'sha so'zni обязательно Xitoy tilida yozinglar. Hozir ko'rsataman nimaga. Chunki agar Xitoy tilida kalt so'zni yozsanglar, o'sha bo'yicha poisk bersanglar, u sizlarga hamma top tovarlarni ko'rsatadi. To'liq informatsiyani beradi. Shu yerda mana shuni tugmacha chiqadi. O'sha tugmacha nima degani? O'sha tugmacha degani u sizlarga hamma kerak bo'lgan tovarlarni mana shu kalt so'z bo'yicha ko'rsatadi. Reyting bo'yicha, sotuv reytingi bo'yicha. Demak, tovar qancha tepada bo'lsa, sotuvlar shuncha ko'p degani. Bu biz uchun juda ham muhim. Nimaga? Chunki sizlar onlayn tovarni zakaz qilyapsizlar. Sizlar tovarni ko'rmagansizlar, kачествосini bilmaysizlar. Shuning uchun faqat boshqa odamlar olgan bo'lsa, nechta olganiga qarab zakaz qila olasizlar. Chunki agar ko'p odamlar olgan bo'lsa, demak shu tovar надежный, качествоsi musor emas. Mana shu harfga ahamiyat beramiz. Bu harf B, 10B, bu B harfi Xitoy tilida 10,000 degani. Demak, 10B degani bu 100,000 degani. Demak, shu tovar 100,000 dan oshiq sotilgan. Mana shu ham o 100,000 dan, mana masalan shunisi 902B, mana 902B degan, bu degani u 90,000 ta dona sotilgan. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Demak, tovar musor emas, boshqa odamlar olyapti, sizlar ham olsanglar bo'ladi. Вот. Kalt so'zni kiritganimizdan keyin, sotuvlar bo'yicha reyting qilganimizdan keyin, sizlarga kerak bo'lgan model bo'yicha, rang bo'yicha, albatta narx bo'yicha tovarni topamiz. Masalan, biz mana shu tovarni bosamiz. Albatta, saytdan albatta VPN bilan kirish kerak. VPN siz ishlamaydi. Men VPNify degan VPN ni ishlataman. Bepul 1 tiyin ham to'lamayman. Mana tovar tanlagandan keyin uni rangini, sizlarga kerak bo'lgan rangini va sonni kiritasizlar. Masalan, menga 50 ta qora, 50 ta bundan va masalan 100 ta shundan kerak. Общий 200 ta sumka kerak. Undan keyin qayerga bosamiz? Undan keyin mana shu tugmachaga bosamiz. Bu tugmacha degan zakaz qilish. Xitoydan tovar zakaz qilish, любой Taobaodan, Pinduodan zakaz qilsanglar, u qanday ishlaydi? Logikasi bir xil. Sizlar mana shu sotuvchi sizga tovar yuboradi. U farqi yo'q. Bitta donami yo'q, optim olsanglarmi, biznes qilish uchun olsanglarmi, ular yuborgandan keyin sizlar ko'rsatgan adresga tovar keladi. Sizlar Xitoyda bo'lmasanglar, sizlar qayerga yuborasizlar? Sizlar logistika kompaniyasi skladiga yuborasizlar. Demak, agar sizlar donalab yuborsanglar, logistika kompaniyada so'ranglar. Sizlarda adres skladi qayerda? Ular sizlarga jo'natadi va sizlar o'sha sklad nomini mana masalan shu yerga yozib to'ldirasizlar. Agar biznes qilsanglar, agar ko'p miqdorda 10 kg plus, 100 kg plus bir necha kub yuborsanglar, bu уже kargo kompaniyadan foydalanish kerak. Men уже Telegram kanalimda aytganman, men Abu Sahi kargo kompaniyadan foydalanaman. Mana shu Abu Sahi, mana shu adres, mana sizlarga ko'rsataman. Mana shu adres bu Ivu shahridagi Abu Sahi skladi adresi. Adresdan tashqari hali shu yuk oluvchini, demak sklad direktorini ismini va
telefon raqamini yozish kerak bo'ladi. Undan keyin mana shu yerga eslab olinglar, yozib olinglar. Bu degani bu pometka, demak sizlarga kerak bo'lgan informatsiyani shu yerga yozinglar va sotuvchi o'sha pometkani ko'radi. Sizlarga kerak bo'lgan informatsiya bu nima? Bu sizlar kargo ID'lar. Chunki hozir logistik kompaniyada ishlasanglar, sizlarga o'xshab klientlar ko'p. Sizlarga albatta o'zi ID'ni beradi. Demak, sizning raqamingiz, klient raqamingiz bo'ladi. Masalan, Abu Sahida u 5 raqamli ID bo'ladi. Masalan, meni raqamim 1 2 3 4 5 deydi. Va biz Xitoy tilida iltimos mana shu mana ID raqamni har bir korobka ustiga yozing. Demak, masalan, bitta korobkada sizda 10 ta sumka bo'lsa, shu har bir katta kartonli korobka ustida mana ID raqamni yozing. Xitoylar qanday bo'ladi? Xitoylar mana teng ba mana 1 2 3 4 5 ID'imni korobka ustida yozinglar. Masalan, buni yozmasanglar, masalan, Abusaga yuborsanglar, Abusaga qabul qilmaydi. Yozish kerak. Albatta. Yozmasanglar, prosta yukis sizlar logistika uchun pul to'laysizlar, mana shu 106 mi yo 204 mi, bu to'g'risini aytsam, bu to'g'ri narx emas. Bundan pastroq ham qilsa bo'ladi. Qanday agar kimga qiziq bo'lsa, menga lichkamga yozinglar, sizlarga tushuntirib beraman. Bu narx bu nima logistika? Bu Xitoy mana shu sotuvchidan o'sha Abusaga skladigacha bo'lgan logistika. Mana shu puli. Tak, demak, tovarni poyezdga berdinglar. Sotuv bo'yicha reyting qilib oldinglar. O'zingizga kerak bo'lgan tovarni topdinglar. Sizlarga kerak bo'lgan rang, miqdorni yozib oldinglar. Undan keyin albatta, agar Abusaga bo'lsam, любой boshqa logistikadan xuddi shunday javob o'zingizlar ID'larni yozib olinglar. ID bo'lmasa, tovar prosta turadi. Kim menga juda ko'p odamlar yozyapti, masalan, men Xitoydan Taobaodan yo Pindodan zakaz qildim, zakaz kelmayapti. Nimaga? Chunki sizlar, скорее всего, shu ID'ni yozmadinglar. Yozgan bo'lsanglar, sotuvchi ham odam. U ham esida ham chiqishi mumkin. Shuning uchun shu yaxshi sotuvchidan ответственный sotuvchini topish kerak. Mana shu yozganingizdan keyin bo'ldi. Sizlarga narx chiqadi. Mana shu narxi bu demak sumka narxi. O'zi ryukzak bizda 200 ta ryukzak narxi. Mana bu logistika narxi. Logistika qatdan qatgacha yana bir bor Xitoy sotuvchini sizlar bergan adreslargacha logistika. Внутренний Xitoy o'ziniki logistikasi. Shu narxni yana bir bor aytaman, tushirish mumkin. 200 so'm emas, 100 dan past qilish mumkin. Spokойно. Qanday qilib, kimga qiziq bo'lsa, menga yozinglar. Undan keyin bo'ldi. Shu yerga bosasizlar. Zakazni oshirasizlar. To'lovni amalga oshirasizlar. Qanday qilib to'lash kerak? Variantlar bir ikkitasi bor. Birinchini Alipay. Hozir paytda adashmasam 1688 va Alipay bu bir xil kompaniya, bitta kompaniya o'zi. Shuning uchun adashmasam 1688 ga Alipay registratsiyasiz kira olmaysizlar. Alipayning ham registratsiyasi, instruksiyasi kanalimizda bor. Вот. Alipayda faqat yuan bo'ladi, renminbi, Xitoy kupyurasi, Xitoy valyutasi, renminbi. Agar Alipaylarda shu kerak bo'lgan pul bo'lsa, mana 2304 yuan bo'lsa, Alipayni tanlaysizlar. Agar bo'lmasa, ko'pchilikda muammo chiqadi yo shota zamarovska bo'ladi, mana shu funksiyani tanlaysizlar. Bu degani иностранный valyuta. иностранный valyuta nima? Bu dollar albatta. Qanday qilib? Masalan, men odatda Alipayni ishlataman. Agar Alipay bo'lmasa, shu Visa karta bilan ishlataman. Visa kartani любой bankda ochsanglar bo'ladi, Capital Bank, Ipoteka farqi yo'q. Visa yo Master karta bilan to'lasanglar bo'ladi. Mana masalan, demak, shu Alipay tanlasanglar, yuan chiqadi summasi. Agar mana shu tugmachani bossanglar, dollar yo sizlarga kerak bo'lgan valyuta chiqadi. Masalan, bizda Visa bo'lsa, mana shu $360 chiqadi. Eng yaxshisi bu Alipayda to'lash. Nimaga? Chunki dollarda hali komissiyani oladi, ko'rasizlar. $10 komissiya. $10 yo'q joyda yo'qotasizlar. Shuning uchun eng yaxshisi Alipayda yuan to'lash kerak. Вот. Tanlaganingizdan keyin prosta oplатani bosasizlar. Undan keyin bo'ldi. Oplata ketdi, zakaz ketdi. Sotuvchi, agar shuning uchun eng muhimi yana bir bor aytaman, yaxshi sotuvchini tanlanglar. Обязательно mana shu joyda обязательно reyting bo'yicha, mana shu sotuvlar bo'yicha reyting qilinglar. Chunki ko'rasizlar, shu yerda hammasi 90 qancha ming, 100 qancha ming sotuvlar bor. Ular sizga hech qanaqa parod qilmaydi.
Sizlar yozgan bo'lsanglar, u скорее всего shu ID'larni yozib oladi и o'sha belgilangan paytda 1-2 kunda bugun zakaz qilsanglar ertaga yuboradi, yo bugun ham yuboradi, tez yuboradi ular, chunki zakazlar ko'p. Lekin agar shu tugmachani bosmasanglar, oddiy qanaqadir laxovskoy sotuvchini topsanglar, masalan, mana elita, faqat elita dona sotgan. Mana shu sumkani zakaz qilsanglar, u shunaqa sumka u 50 kunda ham, 1 oyda ham yo'lga chiqmasi mumkin. Chunki nima? Chunki zakazi yo'q. U sotuvchiga вообще farqi yo'q, zakaz qiladi. Chunki zakazlar yo'q. Вот. Shuning uchun обязательно sotuv bo'lgan. Mana shu sumkada вообще sotuv yo'q, u reklama turibdi. Shunaqa ham sumkalar bo'lib turadi. Zakazi yo'q bo'lgan sumkalar. Вот. Хотя 1-2 mingta zakaz bo'lsin. Mana bo'ldi. Demak, birinchi shak registratsiyadan o'tganingizdan keyin sizlarga kerak bo'lgan so'zni, kal so'zni yozib olasizlar, poiskka berasizlar. Undan keyin reyting bo'yicha albatta yozib olasizlar. Agar xitoy so'zini bilmasanglar, переводчикda перевод qilinglar. U qiyinchilik bo'lmasa kerak. Undan keyin sizlarga kerak bo'lgan sumkalarni tanlab olasizlar, zakaz qilasizlar. Bo'ldi. Adresni qayerdan olish kerak? Adresni sizlarga kerak bo'lgan logistika kargodan olasizlar. Ularga sразу yozinglar, menga shunaqa adreslar kerak. O'zlari ham sразу sizlarga bersa kerak. Вот, hech qanaqa qiyinchilik. Agar savollar bo'lsa, Telegram gruppada yo menga lichkamga yozinglar.